Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birga alt speakingda iboralarni qanaqa qilib ishlatish haqida gaplashamiz va iboralar qanchalik muhimligi haqida men sizga qisqacha gapirib o'tsam. Birinchi o'rinda iboralar bizda 7, 8, 9 oladigan kandidatlarda flexibly used bo'ladi. Buni siz band description, speaking band descriptiondan ham ko'rib olishingiz mumkin. Va bizda ularni to'g'ri ishlatish sizni balingizni yuqoriroq bo'lishiga yordam beradi. Va biz buni birin-ketin ko'rib o'tamiz. To be on cloud 9, ya'ni 9-osmonda bo'lish o'zbekchasiga. Endi bu qanaqachon ishlatiladi bizda? Mening e'tibor berganim extremely happy. Juda ham xursand bo'lgan paytimizda ishlasak bo'ladi. Misol bilan ko'rib o'tamiz. When I got accepted into university, qachonki men universitetga qabul qilingan paytimda I was on cloud 9. Men juda ham xursand edim deyish o'rniga, biz uchun I felt really happy deyish o'rniga I was on cloud 9 deb qo'ysangiz bo'ladi. Yoki aytaylik, she was on cloud 9 after winning the competition. U juda ham xursand edi competitionda yutgandan keyin. Yoki da bizda oxirgisi after hearing the good news, we were all on cloud 9. Biz hammamiz 9-osmonda edik yoki da juda ham xursand edik biz bu yaxshi xabarni eshitganimizdan keyin. Keyingi narsamiz bizda speakingda qanaqa qilib ishlatamiz o'zi. Men ma'nosini o'rgatyapman va speakingda qanaqa qilib ishlashni ham sizga o'rgataman. Do you remember a time when you felt very happy? Bu bizda real speaking part 1 question. Ya biz bunga bunaqa javob bersak bo'ladi. Yes, I still remember when I passed my IELTS mock test. Qachonki mock testdan o'tganimni eslayman. With a high score, baland ball bilan. I was on cloud 9. Men juda ham xursand edim because it showed me that my hard work was paying off. Ya'ni meni qattiq mehnatim o'zini oqlayotganini ko'rsatgan edi. Yoki keyingisi actions speak louder than words. Ya'ni bu qisqa qilib aytganda harakatlar gapirishdan ko'ra kuchliroq. Ma'nosi bizda harakatlarimiz muhimroq rol o'ynaydi. He keeps saying he'll study more. U davom etyapti ko'proq qattiqroq o'qiyman deb, but actions speak louder than words. Ya'ni ammo bilasanmi, harakatlar muhimroq rol o'ynaydi, gapirib qo'yapti degan ma'noda ishlatilgan bo'ladi. In relationships, actions speak louder than words. Ya'ni munosabatlarda bizda harakatlar muhimroq o'ynaydi, gapirishdan ko'ra deyapti. The government promised to help. Ya'ni bizda government va'da berdi yordam berishga. But actions speak louder than words. Ya'ni ammo ish harakatda muhimroq o'ynaydi. Bizga promise kerak emas degan harakatni ko'rsatib bersin. Va biz buni ham speaking part 1 qo'shimda ko'rib o'tamiz. Do you think promises are important? Nima deb o'ylaysan? Promiselar muhimmi? Yes, promises matter. Ya'ni bizda va'dalar muhim rol o'ynaydi. But I believe, ammo men ishonaman, actions speak louder than words. Ammo men ishonaman, bizda ish harakatlar, ya'ni harakatlar bizda muhimroq rol o'ynaydi gapirgan gapidan ko'ra. If someone promised to help, agar kimdir yordam berishga promise qiladigan bo'lsa, but never shows up, ammo umuman ko'rinmasa, the promise is useless. The promise is useless. Ya'ni sizga bergan va'dasi umuman foydasiz. Keyingisi bizda kill two birds with one stone. Ikkita o'zbekchasiga to'g'ridan-to'g'ri o'rganadigan bo'lsak, bitta o'q bilan ikkita quyon och. Endi bu two birds bo'lgancha ikkita qushni bo'lgan. But don't pay attention to that. Ammo bunga e'tibor qaratmang. Meaning to accomplish two things at the same time. Ikkita narsani bir vaqtda qilish. By working from home, ya'ni men uydan ishlash orqali I kill two birds with one stone. Men ikkita ishni bir vaqtda qilaman. Saving time, vaqtim sarflab qolaman, and reducing stress va stressni kamaytiraman. Yoki da studying English while watching movies, ya'ni ingliz tilini o'qish, kino ko'rayotgan paytimda helps me kill two birds with one stone. Ham ingliz tilini o'rganar ekan, ham kinolarni ko'rar ekan. Bizda ikkita ishni bir vaqtda qilyapti. Va biz buni ham real speaking part 1 qo'shim bilan ko'rib o'tamiz. Do you often use your phone? Ya'ni siz telefoningni ishlatsam. Yes, I use it a lot. Juda ham ko'p ishlataman. For example, I listen to audiobooks while commuting. Ya'ni men audiobooklarda eshitib ketaman. Ishdan uyga qatnayotgan paytimda.
So I killed two birds with one stone. Shuning uchun men ikkita ishni bir vaqtda qilaman. I learn and save time. Men o'rganaman va vaqtimni tejab qolaman. Next one is bizda to be in hot water. Bu problemada bo'lish degan. Muammoda bo'lish. Meaning in trouble or in a difficult situation. I forgot my homework. Uyga astamni unutib qo'ydim. I was in hot water with my teacher. Men ustozim bilan ozgina muammoyim bor edi. If you don't follow the rules, agar sen qoidalarga bo'ysunmaydigan bo'lsang, you might be in hot water. Sen muammoga duch kelishing mumkin. Biz buni real speaking part 1 questionda ham ko'rib o'tsak bo'ladi. Have you ever forgotten something important? Nimadir muhim narsani unutganmisan? Yes. Once I forgot to do my homework. Uyga asam qo'yishni unutganman at school, maktabda. And my teacher was very angry. Meni ustozim juda ham jahl chiqqandi. I was really in hot water that day. Ya'ni o'sha kuni men juda ham problemada edim, juda ham muammoim bor edi. Because she asked me to explain. Chunki u mendan so'radi to explain. Tushuntirib berishim why I didn't complete it. Ya'ni nimaga men uyga asam qilmadim. O'shani tushuntirib berishimni so'radi. Va bizda a piece of cake. Bu ham zo'r ibora, idiom agar siz ishlataman desangiz, idioms. Qancha siz va bizda keyingisi a piece of cake. Bu degani juda ham oson degani, bu ham zo'r idiom agar siz ishlataman desangiz, ma'nosi juda ham oson degani, juda ham oson. Cooking this meal, bu ovqatni pishirish is a piece of cake. Juda ham oson. If you follow the recipe, agar sen retseptga follow qiladigan bo'lsang, ya'ni va bizda keyingisi a piece of cake. Very easy degani juda ham oson degani. Bu ham juda ham zo'r ibora agar siz speakingizda ishlatadigan bo'lsangiz. Cooking this meal, bu ovqatni pishirish is a piece of cake. Juda ham oson if you follow the recipe. Agar sen retseptiga retseptiga follow qiladigan bo'lsang. Learning to write, ya'ni velosiped haydash, learning to ride a bike is a piece of cake once you try. Bir marta harakat qilsang, bir marta o'zi sen velosiped haydashni bilib olsang, bu yog'i juda ham oson. Va bizda buni ham ko'rib o'tamiz. Is using technology easy for you? Ya'ni texnologiyani ishlatish sen uchun osonmi? Definitely. I grew up with phones and computers. Men o'zi phone va kompyuterlarda ishlatib turib katta bo'lganman. So using apps or new devices is a piece of cake. Shuning uchun menga ilovalarda yoki yangi qurilmalarda ishlatish juda ham oson. I usually understand. Men odatda them quickly, ya'ni juda ham tez tushunaman without any help. Hech qanaqa yordam bermasdan turib men ularni birdaniga tushuna olaman. Cost an arm and a leg. Ya'ni bu juda ham qimmat degani. Bunga yana bitta zo'r iborasi bor, break the bank degan. Buni ham nasib kelasi sonlarimizda ko'rib o'tamiz. Meaning very expensive. Juda ham qimmat. Buying a car costs an arm and a leg. These days. Shu kunlarda mashina sotib olish juda ham qimmat. Buni cost an arm and a leg degani bu oyoq bilan qo'l narxi turadi deganda juda ham qimmat degan ma'noda keladi. My new phone cost an arm and a leg, but I love it. Meni yangi telefonim juda ham qimmat turadi, ammo menga yoqadi. Qimmat bo'lsa. Biz buni ham real speaking part 1 questionda ko'rib o'tamiz. Have you ever bought something expensive? Nimadir qimmat narsani sotib olganmisan? Va bizda bunga javob qayt. Yes, last year I bought a new smartphone. Ha, men o'tgan yili yangi telefon sotib oldim. It cost an arm and a leg. Ya'ni u juda ham qimmat. But I needed it. Ammo menga kerak edi for studying and staying connected. Ya'ni men connected qolishim uchun va o'qishim uchun menga kerak edi. So I think it was worth it. Worth degani bizda arziydi degan. Menimcha u arzir edi degan ma'noda keladi. Shu bilan bugun siz bilan ko'rmoqchi bo'lgan bolalarimiz tugadi. Agar siz xuddi shunday videolarni ko'proq chiqishini istasangiz, bu videoga like bosing va YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Take care of yourself. Have a good day.
Xo'p aka.